Bugungi kechamizga bu yerda tashrif buyurgan qadrdon do'stlarimiz, akalarimiz mana shu yerda o'tirishibdi. Hozir Azizlar domlamiz bor, Yaqubjon hoji bor, bu yerda Obijon bor. Shu yigitlarga bir og'izdan tilak so'zi eshitsak. Bu yerda Azamjonni ham tug'ilgan kuni, meni emas, ukam bilan har yil inshaalloh yapmiz, umrlari uzoq bo'lsin. Marhamat. Billa katta bo'lganmiz aka, doim bu yaxshi kunlarimizda xizmatimizda bo'lgansiz aka. Rahmat. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'ring aka. Omadingiz bersin. Tinch bo'ling. Azamjon do'stim ham bo'lgan kuni haqiqatan. Salqot esimdan chiqdi. Uzr do'stim. Sen ham do'st. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'rib yuraversin. Rahmat. Bir-birimizga bir mehrli bo'lib, tashna bo'lib yashayveraylik. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin, umr bersin. Barakali rizq bersin. Hoji aka, Mayli omadlar bersin. siz ham so'z qilmang. Keyin qo'shib boshlaymiz. Mana shu fursatdan foydalanib, Shuhrat aka tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bor tabriklaymiz. Hoji buva, hoji xolalar baxtiga salomat bo'ling. Ayam mollaringiz baxtiga, hammamiz baxtimizga salomat bo'ling. Azamjon, do'stim, sen ham bunaqa umrlarni ko'pini ko'rgin baxtimizga. Rahmat. Bola a'zolaringni, aka-ukalaringni baxtiga salomat bo'l. Do'stligimizga, bu aka-ukachiligimizga ko'z tegmasin, oqibatimiz bundan ham kuchli bo'lsin, siylar rahmli bo'lib yuraylik doim. Tan joylar sog' bo'lsin. Xizmatda biz ham xizmatdamiz, xizmat esa to'g'risizlar. O'zlar tinch bo'linglar. Rahmat, rahmat. Siz borlar ko'ringlar o'zlar. Men ham mashlar gapiga qo'shilaman. O'zi tinch bo'linglar. Hurmatli mehmonlar, shogirdimiz Diyorbek ham tashrif buyurgan. Bu yigit hozir san'at kollejida o'qiyapti. Xudo xolasa kelajagi bor. Sherali Jurayev nomli san'at kollejida o'qiyapti. Bu yigitga Omad tilaymiz. omad tilaymiz. Tabriklagani kelibdi, tilak so'z berib qo'yaylik, xafa bo'lib qolmasin. Ya bizni xizmatimizni qilyapti, duodamiz hamisha. Rahmat ustoz, rahmat. Meni ikkinchi otam desam ham bo'laveradi. Ustozim Shuhrat Benumonov mana bugun tavallud topgan kunlar ekan. Anchadan beri kutib yurdim ustozim bo'lgan kunlarga, o'tgan ham bora olmadim deb. Ilohim ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Meni baxtimga, ota-onangizni, farzandlaringizni, xolamni baxtiga doimo sog' bo'ling. Muxlislaringizni baxtiga. Ilohim ijoddan hech ham to'xtamang, hech ham to'xtamang. San'at saroylarida konsert berganingizda yana shuni ham tabriklash ilohim nasib qilsin. Amin. Azamjon akamizni ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar. Gruppadaşlarga ham rahmat. Yerimni kuzatib o'tirganiga. Sog' bo'ling ustoz. Boringizga shukr. Kelinglar mehmonlar. Andijondan alangali salom hammanglarga. Hozirgi qo'shig'imiz Shukrona kuningiz muborak akam deb Shuhrat akamga atab yozilgan qo'shig'imiz bor. Shu qo'shig'imizni sizlar ruxsatinglar bilan ijro qilib beramiz. Marhamat. Tabassum baxshidi hazin dillariga, qalblaridan joy olib tushib tillariga, qaytganda eslabam yoshlik yillariga, degaylar vaqtimiz eng oliy hakam, shukrona kuningiz muborak akam, doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am, shukrona kuningiz muborak akam, doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am, shukrona kuningiz muborak akam. Dinu diyonatda iymon salomat, 53 yoshda ham hanuz alomat, omadlar yor bo'lib ko'rmang malomat, shuhratlar qozonib bo'lmang sirakam, shukrona kuningiz muborak akam, doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am, shukrona kuningiz muborak akam, doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am, shukrona kuningiz muborak akam.
muborak akam. Doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am. Shukrona kuningiz muborak akam. Doim omon bo'ling, aslo ko'rmang g'am. Shukrona kuningiz muborak akam.